Agarda siz novostroyka olgan уже shu novostroyka olgani ketib, ofisiga borib sotuv bo'limiga va sizga shunaqa papkani ichida shunaqa sizga sxemalar bersa, to buni yaxshiroq tasavvur qilish uchun ChatGPTga kirib foydalansangiz bo'ladi. Shu rasmni olib, ichiga загрузка qilasiz. Keyin tayyor prompt описаниеda qoldirganman. Shuni kopировать, ставить qilasiz va sizga shu xonani уже реалистичный interyeri bilan sizga ko'rsatadi. Xohlasangiz shunaqa stilini ham yozib qoldirishingiz mumkin. Masalan, современный stilda yoki boshqa stilda. Stillarni uy haqida stillarni bilish uchun ham ChatGPTga yozsangiz bo'ladi. Va plus keling boshqasini ham qilib ko'ramiz. Boshqa plan, uy planini, kvartirani. Va buni ham bizga chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Вот даже bu yerda sizga ikkita variant berdi. Sizga qaysi yoqdi deb tanlang demoqchi. Chunki keyinchalik shu sizga yoqtirgan variantda ko'proq qilishga harakat qiladi. Sizga qaysi yoqdi?